dunyomiz yutmoqlik gumon. Chaynagan luqmangni yutmoqlik gumon. Menga mol dunyo emas, do'st yor g'animat. Menga dunyo emas, sizlar g'animat. Salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Endi repertuarimda juda ko'p qo'shiqlarim bor. Sababi mana ustozim otamiz bo'lganlar, rahmatli, joylari jannat bo'lsin. Yutug'imiz shunda. Bagajimizda juda ko'p qo'shiqlar bor. Lekin bugungi davra ana operator yigitimiz bor. Sizlarning xotiralaringizda qolgan xotirlash ya arzugulik damlaringiz bor azizlar. Shu damlarni baham ko'rasiz, eslashasiz. Xudo xolasa Dilshodbek yana qo'shiq degan vaqtlaringizda biz tayyormiz. Yana bir bor xush ko'rdik, xush keldingiz. Chor aka, yoshi ulug'lardan kimga so'z beramiz aka? Keling yaqinroq. Hoji otalarimiz bor davrada, men ko'rib turibman. Namozxonlarimiz bor, qabul bo'lsin o'qigan namozlari. Birma-bir so'z berasizlar. Ana akajon. Rahmat Dilshodjon. Hozirgi birinchi so'zimizni Bomurod akaga beramiz. Mirzayev Bomurod aka. Bu yerda hech kim qolmadi, hamma o'zini tilaklarini istaganlar, yaxshi tilaklarini. Bu avada qoladi. Baraka, Alloh rahmat qilsin. Hammasi sog'-salomat va oilalariga hamisha bag'rimiz keng bo'lib, bir-birimizni hurmat qilib, yaxshi kunlarda ko'p o'taylik. So'z berganimizga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Qanday men o'zim shu yoqqa boraman. Men qaragan tomonga o'taman. Alloh inshaalloh. Katta rahmat. Xudoning seniyada baxt bo'lsin. Nabiralarning hammasini qilib do'stlar, mana shunday har yil bir marta munosib uchrashib turish nasib bo'lsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashib. Rahmat. Gapga yo'qmisan? Endi bir boshdan boshlaymiz. Xorazmga navbat. 1100 kilometr. Avvalambor hurmatli do'stlar, yana bir marta assalomu alaykum. Men bir narsani eslamoqchiman, shu mana bizning oramizdan o'tgan do'stlarimiz bor. Ana shularning ruhlari shod bo'lsin. Davlat bersin. Yana yillarda shu birga uchrashib yurmak nasib etsin. Endi sizlardan vaqt so'rashmaymiz. Bir qarorlar so'zdan noroqmiz. 1100 kilometrdan boshladim, ayolni ko'raman. Rahmat. Mayli, rahmat. Dilshodjon, davat sizga. Endi shu yoqlardan bir 100 kilometr ham bo'ladi-yu, lekin nasib bo'lsin, birdaniga ana bo'lmasa, zo'rlik etmasin. Tasdan boshlab kerak. Haq hurmatlaringiz, Xorazmliklar, Qashqadaryoliklar, xullas mehmonlar, biz bilib bilmagan respublikamiz bo'ylab mehmonlar borligini bilaman. Xudo xolasa tanishamiz, o'ynab kulamiz bugun azizlar. Xush keldilaringiz, Xorazm azizsi. Haq hurmat mehmonlarimiz uchun. Asirem diravayam bilkesem bir taram aman. Umrumda
Gezmeden günü güzel seyrine Faslı bahar istemeden bülbül olmaz Güzel seyrine yerem hali gül olmaz Aman ey aman Anacanlarım anacanımızı yiyen başlar aman bulsun Razı bulsunlar iskellerge salamat bunlar Hadi hadi hadi
açılır gülümge. Gel leylim leylim sana boynum boynum. Gel oğlum gel ha sever yar gel ha. Üzülür kişkine bir gün sever bilir. Üzülür kişkine bir akşam bilir. Yerleri üstlere komiserlere bağlılar. Yerleri üstlere komiserlere bağlılar. Aman bebeğim. Gel leylim leylim sana boynum boynum. Gel oğlum gel açılır gülümge. O'ynaganlar murodini yetsin, dard ko'rmasin. Endi akama aytaman bo'laman. 1100 kilometr. Sadqa Yusufxonimiz, qani marhamat. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabultadan Maktabimni darrov borib yoraydi. Toshkentdan Xorazmgacha, Xorazmdan Toshkentgacha 1100 kilometr. Kabultadan Maktabimni darrov borib yoraydi. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabultadan Maktabimni darrov borib yoraydi. Xorazmdan Toshkentgacha 1100 kilometr. Kabultadan Maktabimni darrov borib yoraydi.
Ancha chachoqlari chiqdimi? Qalla joyga chiqdim Bahrom. Navbat endi Surxondaryoga o'tamiz. Bo'g'iradaga kelsiz. Marhamat. Plaklaringizni ayting, qulaqlar. Ko'zingizni nima oldi? Saqladingiz. Ko'tarib hamasini. Baraklarının da standartı yönetenler, Anlamı tavalanlar, toplanalar, tutunun burayı, ben köyden, de yerine vurup tutun, kıymetleri ters, kıymetleri etkilemelidir. Annelerimize toplanaları, Kakkağa'da, kendisi devrelerinin kanalını kurup, Kakkağa'lı görüşlerinin reklasını. Artık söyleyen reketlerine. Rahmat sizga. Charchamang, do'ng so'g'ing. Kayfiyat olamiz. Endi so'z navbati Samarqandga o'tamiz. Kiring. Assalomu alaykum hurmatli aziz kursdoshlar, akalar. Yana bir marta ko'rishamiz. Mana bugun har doimgidek traditsiya bo'yicha, an'anamiz bo'yicha shoirimiz, mehmonimiz Dilbayor Dasbakor Buxoroda mehmonmiz. Avvalambor mana tashkilotchining mehmondo'st do'stlarimizga, bilimlarimizga, hammasiga minnatdorchiliklarni bildirib kursdoshlarimiz nomidan. Mana biz orqaga bir nazar tashlashgan bo'lsak, salkam 47 yil bo'ldi tanishganmiz. 47 yil. Yarim asr degan gap bu. Katta tarix, katta yo'l, katta mashaqqatlar, bizning tangda qancha mehnat yotibdi. Buni biladiganlar, tushunadiganlar biladi, bilmaydiganlar qatnashmaydi. Hamon shaharlar aylanar, hamon yillar so'roni hech bir chetga o'tmadi. Hammamizlar bilan Shomrot aka aytgandek, odam bo'ldik, Shomrot aka, eshityapsizmi? Siz aytdingiz, odam bo'lib qolarmizda bir kunda. Odam bo'ldik, mana nevaralarimiz bor, Xudoga shukr. Otlarimiz bizlarni o'rnimizni bosib turibdi hozir. Hammasiga behisob shukr deymiz. Boyaga aytgandek, mana bu akalarimizga Shomrot aka nima aytdi? O'tganlar ruhlari pok bo'lsin, shod bo'lsin. Alloh rahmat yog'ini qilmasin, deydan jannatdan o'tayotgan bo'lsin. Ulardan eslaymiz, bugun ular bizlardan birga ruhlar bilan mamlakat o'tganingiz vaqti hammasi. O'shadan keyin bor fotografiya hammamizga ko'rakamiz, nima deymiz? tushar ekan hammasi. Kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat. Charchamang. Bolalarimizni, nevaralaringizni huzurni ko'ring, kamolni ko'ring. Bizning niyat istaklaringiz hammasini ijobat etsin. Zandon sog' bo'ling. Sizlarga omad. Yigitlarga baraka. Do'y sog' bo'ling. Ushodon talab tushotir, talab. Kiyik asharasini aytibsiz. Ona kiyik.
qo'shig'i ham har joylarda, har davralarda aytilmaydi, buni eshitganlar biladi. Buni o'ziga yarasha yuki bor. O'ziga yarasha ma'noviy mantig'i bor. Endi shu davra so'rabdi, shuni ijro qilaman, xudo xolasa. Arziysilar aytib berishimga. Haqqi hurmatlaringiz, bundan bir necha yillar oldin ustoz qo'shiqchilarimiz tomonidan aytib yurilgan, hozirda davralarda deyarli aytilmaydi desa ham bo'ladi. Haqqi hurmatlaringiz, ona kiyik haqdagi rivoyat. Yaronlar aytayin men bir rivoyatmas payg'ambardan hikoyat. İşitgan bandalar asla xavrulmas, işitgan bandalar asla xavrulmas. İki dünya ana ozori tegmas, İki olamay ona ozorlar tegmas. Medine'de yerdiler şah olam, qidirmoq orzu aylab o'shaldan. Qidirib chiqdilar cho'lu sahroni, xiyobon gezdilar o'zlar tanho. Yo'lda uchratdilar sayyoh bahaybat, ul sayyohda erkin ekan bu odat. Gelib koydi Resul ayağına baş, kolunda bir kiyik gözü tora yaş. Gelib koydi Resul ayağına baş. Kiyik sözlüp boldu tili paravan, munacat eyleban yığladı zar zar. Meni öldür meyler uçta bolan bar, munacat eyleban yığladı zar zar. Yaş bolan bar dedi sayyoda sözlep, yuborgaysan bunun oxirin o'ylab. Yubormasman dedi sayyoh ushladi, kiyikning istagin Allah rahming. Kiyikning istagin ona rahming. Ahvalın bilersen hey, kiyikning o'rnida su o'zing o'larsan. Kiyik kelmasa holingni bilersen hey, kiyikning o'rnida su o'zing o'larsan. Allah şu sözge razı oldu, kiyikning bandini bo'yniga soldi. Kiyik bo'ldi
Kudam yo'liga ravona, yo'liga ravona. Akızdı gözümden yaş damana. Shunday qilib ona kiyik cho'li biyobondan o'zining 3 yosh bolasini axtarib topadi va yo'lda bo'lgan voqeani o'zining 3 yosh bolasine tushuntirib ular bolalarim yeminlarda to'yinglar bugundan boshlab ey süt emmekni qo'yinglar meni ushlab yerdi sayyod bahaybat kafil bo'ldi mana Gulshoh onalam bolalarim yemmadilar turdilar seni her ne qilsa bilsam barurmiz o'lgandan so'ng bizni qilurmiz seni o'lgan joyda bilsam o'larmiz sen o'lgandan so'ng biz xazor bo'larmiz shunday qilib ona kiyik o'zining 3 yosh bolasini arkasına ergashtirib qaytib yo'lga ravona bo'ladi. Endi kiyik kelmadi deb sayyod bahaybat Rasul Allohni olib borib o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunda Rasul Alloh tiz cho'kib qiblaga qarab munojot qiladilar. Qildilar qiblaga munojot. Shundaki keldi izinden 3 bola yosh. Bu hikmetni görüp sayyod bahaybat kelime qaytarib qaytdi dininden. Senin dinin hak ekanigi Muhammed Rıza bulgum sana kılgayman hizmet senin yolun hak ekanigi Muhammed Rıza bulsan sana kılgayman hizmet Yaranlar ayladım ben bir rivayet İşitken bendeler asla kavrulmaz. İki dünya ana azavret eymez. İşitkenler muradiye yesin. Şiminet bilen nam kazanmasa Şiminet bilen nam kazanmasa Gelgen devletinin payanı bulmaz Gelgen devletinin payanı bulmaz Her gepin temine yetip sözlese Gepini temine yetip sözlese Tutunlay ölümler güman bulmaz Tutunlay ölümler güman bulmaz
kaçsam, bir yurttan ayrılır bir yurta koşsam, kışı çöpe gelir daldır kaçsam, bir yurttan ayrılır bir yurta koşsam, şoğluktan ayrılıp taktığımdan düşsem, yeklikten ayrılıp merserden düşsem, yeklik hiç bilerken diyenim olur. Yaşları, hınçeme can dişleri, sen güzelin zarıma. İman alam kaşları, 18'ler yaşları, hınçeme can dişleri, sen güzelin zarıma. Sen güzelim zarım, iman alan kaşları, 18'ler yaşları, hınçeme can dişleri, sen güzelim zarım. Sen güzelin zarım, iman alan kaşların, 18'ler yaşları, hınçeme can dişleri, sen güzelin zarım. Karagöz yanıma gel giyim, Alagöz Karagöz yanıma gel giyim. Karagöz yanıma gel giyim, Alagöz Karagöz yanıma gel. Yalama
göz canıma gel git. Rahmat, selamat olun, rahmat. Mikrofon oldu. Qozog'iston davlatidan kelgan sinf kursdoshimizga undagi tayyorlasin tashavvur baribdi. Toshkent bilan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kursdoshlar. Sizlarni mana shu Buxoroy sharif shahrida ko'rganimdan juda xursandman. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam salom salovatlarimiz bo'lsin. Ko'rsatgan kunlariga shukur, yetkazgan kunlariga shukur. Bir yil o'tib yana uchrashib turibmiz. Alhamdulillah, barchalarimiz Allohim andijonlarimizni saqlasin. Allohimizga baxtimizga farzandlarimiz, ahli ayollarimiz bor bo'lsin. Barchamizni oilalarimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'stirayotgan shu farzand nabiralarimizni hammamiz orzu havasini, yaxshilik kunlarini ko'p yillar ko'rish nasib qilsin. Buxorolik yigitlarni xizmati juda ko'p bo'ldi mana. Kechadan beri kelganmiz, kecha kelganmiz. Chori do'stimizning uyida mehmon bo'ldik kecha ertalabdan beri. Muqaddas shahar Buxoroy shahrini bizlarga ziyorat qildilar. Alloh rozi bo'lsin. O'g'li Umrullaga juda qulay bola ekan, qulay yigit ekan. Umr uzoq bo'lsin, Xudo xolasa. Hammalarimiz farzandlarimiz mana shunday otasini iznidan chiqmaydigan farzandlardan bo'lsin. Bu Buxorodagi 71 nimani Xudo xolasa 4-5 tasini ziyorat qildi, yana 2 tasi qoldi Xudo xolasa. Men ziyorat qilish niyatimiz bor. Yana yil, yana shunday yaxshi kunlarda sog' salomat o'tirgan o'rnimiz yo'qolmasdan, qatorimiz kamaymasdan, yana yaxshilik kunlarda uchrash hammamizga nasib qilsin. Buxorolik yigitlarga rahmat, mana shunday tashkillashtirdi. Avvalambor chora do'stimizga rahmat. Buxorolik yigitlarning hammasiga rahmat. Tashkiliy qo'mitaga 100 bor. 10 bor Xudo xolasa. Xudo xolasa mana Buxorolik yigitlarni mana Haybul akaman. Navbat için geldiniz Taşyoluk'tan mı? Hiç tushunmadi. Bir mani no'qtmang. Jon bor o'zimda. Haybul aka bor. Buxoroni Turkmanistondan tutib akamiz. Ben aytdim, Buxoroliklar barchasi xizmat qiladi. Reis kavi bitta bo'ladi reis. Eshitmadim, Haybul aka, meni do'stim, nurali do'stim. Rahmat, xizmatinglarga rozi bo'linglar, Alloh rahmat. Hammamizni mana shunday yaxshi kunlarda boshimizga Allohdan qo'shgan bo'lsin. Rahmat. Ana ko'ngilingizga bor. Barcha mana. Assalomu alaykum, avvalambor mezbonlar, Chori Jamol, Haybul aka, Nuralijon, hammangiz sog' salomat bo'ling. Mana navbatdagi o'tirishda o'tiribmiz. So'zini o'tib ketdik. Qo'yga borish. 40 yil bo'ldi bitirganimizga. Birga o'qishni boshlagan proyekti bo'ldi. Zo'r bo'lyapti. Har yilgisi bir-biridan o'tib tushyapti. Mani fikrim, birov endi har xil qaraydi. Ama Buxoroga Chorayga Nuralijon, Haybul aka kutdi, to'rtta odam qalbiylarga shu bordi keldimiz. Alloh biladi, necha yil yashaymiz. Qatorimizda safimiz bo'lmay, uzoq yillar birga yashab, birga bordi keldi qilish, birga eslash nasib qilsin. Hammamiz Toshkent viloyati bo'ladimi, Buxoromi, Samarqandmi, hamma.
Rahmat sizlarga. Biz xursandmiz. Rahmat. Jamishlar. Dilshodbek, bemalol o'tiring. Ikki og'iz gapim bor. Men sizga alohida tan berdim. Gap yo'q. Ali sizni ko'rmay turib, eshitib turgan odam bir qarasa Xorazm gap yo'q. Hamma ustozlaringizni pataqasi olgan ko'rinasiz. Endi taomni qilib olganingizdan keyin yana bitta eslab ustangiz qolib ketdi. Rahmatjon Qurbonovni mana bir boq bor. O'shandan boshlaysiz. Rozimisiz? Rahmat sizga. Katta rahmat. Sen sanatingizga sanat qo'shdingiz. Gap yo'q. Tanlovni. Hozir bitta aka O'zbekistonda avvalda kishiga beraman. Rasul Muhammad aka, Qo'rmonov. Hozir tojik kiyimlarini kamizlar. Assalomu alaykum Allohga ming marta shukr va shukr etganiga. O'tgan kursdoshlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bemorlarga komil shifo bersin. Bemorlarga farzand bersin. Azborlarga najot bersin. Allohim kasbdorlarimizga, dehqonchilik, chorvachiligimizga Alloh barakatlar bersin. Oilamizga tamiz, sifatli, xotirjamlik bersin. Boshqalarga insof bersin. Yanagi yer, yana mana shunday ko'rsatma atrofida xatorimizdan xato qilmasdan yana mana shunday diydor ko'rishish hammamizga Allohdan nasib eylesin. Subhanalloh va alhamdulillah, la ilaha illalloh vallohu akbar, va la havla va la quwwata illa billahil azim. Rahmat. Kimni so'rayapman? Shaxsan buyuramiz. Yakkamoqqa. Malaka. Ulangan. O qo'ldan kelgan. Do'st qo'ldi. Geldi siz yüzek geldi. Bir zaman vermez. $100 verdi. $100 verdi. Paketi geldi böyle. Ne var? Koçta başına. Doğru mu? Namanganga bor. Mana hoca kim? Joylardan sohiblar ovoz olsun. Bitta narsani bir chiroyli ilovat qilishni olganlar. Yaxshi odamlar olganlar. Yaxshi odamlar yaxshi odamlar orasida olganlar. Bu tomondan kesak Hoji Depes, bu tomondan Islom Yuvanchi, bizlardan olganlar. Joylardan nasa olsun. Bittalardan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب غير هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب من الراجل والمسلمين الذين يؤمنون بالغيب من ربهم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبركاته الفضل والتوفيق إذن وتبارك إسرائيل القرار فإن الرسول الكرام مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الأخبار وعذر بين الصحابة أن التنفيذ الصغار أزيز أهل الله أيضا الله صلى وتتنقل أنت دوران الله دور يقول تعطيك سريان فرق برادر العلم أصل سيار من الله فنو من نفس مديار وستين روحنا كحكاية روحنا كهداية ناسم الكنيسة استشعار لكن روحنا كهداية قادسون الله رسولكم السلام الله رحمة الله خيرا جنة أطويت المسلم وقفا أباد السلام أطويت المسلم القرآن الكريم وقال من يريد وبارك خير لي صواب أعمل عن الله إذا تشكر خير المسلم وذن كريم صواب سمعان إذا أمره وقال لجديد قبل المسلم كل كلمة جان كما خطرت عن كل نظام إعلامي أقول لكم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا إنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. O'shanda mashina ilohim qalbimiz qamaymadi. Ko'p savol qatnashib o'tirishga qo'shilib berishni hammamizga nasib qiladi. Mana o'tirishimizga mana Buxoro yigitlar boshini qo'yapti. Rahmatullohga hammamizdan chiroyli bo'ldik. Allohimiz shunday qildi. Bu tarovihda istiqlol o'tib kelganimizda yurilmaydi. Bilim hazratim ziyoratlarida loyihalar Hazratimizin rahmat hamdlarida ziyoratlarni savob olgan dan hasratlar bundan ham ziyada bo'lsin. Buxoroga juda boshqacha mazza qildik hakikatan. Hali Buxoroga bormagan yerlarimiz juda ham ko'p. Endi Xoridan so'rayotgandik. Kiyimlar zati 2 kun 3 kunlik o'g'ayni bo'lishini sizlarga deyapti. Hozir oling. Rahmat bularga rahmat sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Qolib ziyorat qiluvchilar bemalol qilaveringlar. Hozir ketaylik. Ya ketmaydi. Bu kishini bir nevarasi bor-ku, Alijon. Bu ham yaxshi bizga ta'sirot qoldirdi. Qorni o'ziga aytdim, sog' bo'lsin. Katta yigitlar bo'lsin, otalaridek bolalarga sog'-salomat bo'lsin. Qo'mrat aka sog' bo'ling. Do'stlarga ham salom aytib qo'ying, endi sizlar hisobingizda uyingiz zo'r yigitlarga salom aytasiz aka. Sog' bo'ling, sizlar mana shu kiymagan yigitlarga mas'ullarni hammasini yetkazaylik, ular ham xursand bo'lsin. Nimadir bir sabab bilan kiymagandir. Tektasini nazarda yo'q deyapti. Tektasini o'g'li nevaralari sog' bo'lsin. Qisqa qilaylik, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, yaxshi. Rahmat sizlarga. Mana shu kelaman. O'tgandan oxirat obod bo'lsin. O'g'lovlarimizdan rahmat. Doim sog' bo'linglar. Bitta taklif bo'lyapti. Tog'ayib lazgi o'ynayman. Söz davlati davramizni Mazgiga o'ynamasa bo'ldi. Kursdoshimiz Terotondan qachon kelgan. Marhamat sizga.
Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, birodarlar, uzoq yaqindan kelgan do'stlar, birodarlar. Avvalambor shu yig'ilishimizda tashkil qilgan diydor g'animatga bu kelishimiz yeb emas. Diydorlashish, bir-birimizni suhbatimizni olish, bir-birimizni ko'zimizga ko'zimiz tushib, shuning uchun kelamiz. Nima dedilar? Shunday o'tirish bugun hammamizga muborak bo'lsin. Газета сейчас законы аула. Shunday o'tirish hammamizga muborak bo'lsin. Men Yangi yildagi o'tirishda bir maslahat aytdim ki oilalarimizdan qatnashsa deb hech ijobat bo'lmadi. Shunday. Endi yana bitta taklif borki, hammamiz bir kun bandalik bilan bazan kechiramiz. Shu bolalarimiz davom ettirsin. Men mana hozir akamizni, mana hozir ukamiz bizga xizmat qildi. Doim umri ziyoda bo'lsin. Rizqi ziyoda bo'lsin, ilmi ziyoda bo'lsin. Shu mana shunday yigitlar bo'lib, bir-birimizga foyda keldi qilib, shuni agar imkon bo'lsa, ijobat qilsak nima deysizlar? Men chin yurakdan Genol tomonidan, Genollardan nomidan sizlarga salom aytaman. Chunki menga tayinlagan, aytgan. Lekin o'tgan yil mana bizlarga boramiz dedilaringiz, bizga sal kamchiliklar bo'ldi, borolmadlaringiz. Shuning uchun endi men qarangda, Torjon. Sizni ko'p maqtadinglar. Mana shu lekin maqtaganga arziysiz. To'g'ri tushuning. Bu hali to'g'ri gap o'qdan ziyod. Tamondan ziyod to'g'ri aytilgan gap. Ming rahmat sizga. Avvalambor xonadoningizga tashrif buyurib, siznamak bo'ldik. Sizlaringiz keldik. Kelmaganlar armonda qoldi, lekin sizga bormagan. Kechib kelganlar ham bo'ldi. Endi bitta narsaniki tartib intizomni qilishimiz kerakki, shu aytilgan vaqtda qayerda bo'lishdan qat'iy nazar yetib kelib jamburdan bo'lish kerak. Abduhalla kelma dedingiz, sizlar ketib keldingiz. Shuning uchun oxirgi minutda ketib keldingiz. Men chin yurakdan buxoroliklar bugun qilgan xizmatiga hammasiga tashakkur aytaman. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Umrlaringizni ziyoda qilsin, ilmingizni, rizqingizni ziyoda qilsin. Bolalaringizni huzurini ko'ring. Kelajakda shu mening bobom shunday edi, mening otam deydigan bolalar farzandlarini o'yitsin. Hammamizni shunday kunlarga yetsin. Kelasi yillarga sog' salomat, tugal bo'lib davrada o'tirish, diydorlashish hammamizga nasib bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Mehrat aka. Assalomu alaykum hurmatli mezbonlar va mehmonlar, kursdoshlar. Ana yuqorida akalarimiz, do'stlarimiz yaxshi tilaklar bildirib, yaxshi fikrlar bildirdi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, oilaviy tinchlik, totuvlik tilayman. Ana hozirlar aytgandek, yanagi yillar ham mana shu safimiz kengaysinki, kamaysin. Ana san'atkorlarga ham katta rahmat. Juda xursand bo'lyapmiz. San'atkorlarning kelajakda ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Yana sog'likda Allohim ko'rishni ro'zi nasib aylasin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat ayladik. Sen ben sog' bo'ling. Vataningizga bosh bering, sog' salomat bo'ling. Kayfiyatingiz doim a'lo bo'lsin.
hamisha gulgul chehrangizdan tabassum olmas. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. So'z avvati Dilshodjonga. Mayda bir baq. Akalarimizni sadqai suhana talablari marhamat. Salomat do'stlar. Qaychaman andarin, qaysi makon sarvarin, beruzda yoqib saray qaysi sana bakmoqda ustamda barin, o'zing sabr qalbima ketma ko'zimdan nari. Kimni sevib yorsan so'ylama ibadim, maqbul baba, ya abul baba, hali bir baba, sana bir baba.
Sumas yurakka